Chelsea klubining 21-asrdagi eng zo'r to'puralari. Akalar, boshlashimizdan oldin obuna bo'lib qo'yinglar. Va albatta like bosishni unutmanglar. 3, 2, 1. Eden Hazard. Eden Hazard to'pi to'g'ri, bu o'yinchi ro'yxatimizda bor 3-o'rin 110 gol bilan. Olivier Giroud. Afsuski, Olivier Giroud ro'yxatda yo'q. Aslida bor edi. Hop, tak. Lukaku'mi? Yo'q. Willian. Willian ham bizning ro'yxatda yo'q. Costa. Diego Costa berdim-ku, lekin bu ham yo'q. Albatta Didier Drogba. Didier Drogba to'pi to'g'ri 2-o'rinda 164 gol bilan o'z ro'yxatda joy oldi. Frank Lampard. Frank Lampard 1-o'rinda 212 gol. Kim bor edi yana? Hozir Chelsea. One hour later. 4-o'rindagi o'yinchi fransuz bo'lib, Golden Boots nominatsiyasini ham qo'lga kiritgan. Uy, Kim? nahotki. Fransiyani bilmayapmiz, Kim? Voy, rostdan bilmayapmiz, real. Nicholas Jackson. Ikkita futbolchi ekan. Da. Shuning uchun bosib qoldiringlar, sizlar Chelsea ni